Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy bayonotchisi Wang Wenbin Amerikaning jazosiga qarshi bayonot e'lon qildi. Xitoy markaziy xabar torining 9-oyning 28 kunidagi xabarda bildirilishicha, Amerika yaqinda yana Sharq Turkistondagi Xitoyning 3 shirkatini majburiy emgakka chetish deb jazolagan. Bu jazolashga qarshi Xitoy bayonotchisi Wang Wenbin Amerikani tuhmat qilishni to'xtatishga chaqiriq qilib, maxsus bayonot e'lon qilgan. Mushu ayning 26 kuni Amerika Davlat bexatarlik ministerligi bosh shtabi Sharq Turkistonga joylashgan 3 to'qimchilik sanoat shirkatini majburiy emgakning oldini olish uchun Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini tizimga kirgizgan. Bunun qarta Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin 27-isla bayonot e'lon qilib mundaq degan: Amerika nurg'un qitim Sharq Turkistonda majburiy emgak bor deb Xitoyga qarshi kuchlar tarafidan Xitoyga tuhmat chaplagan, asir olgan yolg'onchilikni ko'p qaytirib o'tirib qo'ydi. Amerika bu yolg'onchilikqa ovoz qo'shib, majburiy emgakning oldini olish qonuni nomida Jongo shirkatlarini va shaxslarni aloqador jazo tizimiga kirgizib, Jongoning korxonalarini bostirish doirasini kengaytirib, Jongoning taraqqiyotini cheklash ko'rinyotidi. Bu xalqaro savdo qoidasi va bozor tartibiga buzg'unchilik qilganlik. Mohiyatda bu atalmish Xinjiangning gullanishi va muqimligiga buzg'unchilik qilganlik. Jongo hukumati bunga qat'iy qarshi turdi. Biz Amerikani Jongoga tuhmat chaplashni darhol to'xtatishga va kishilik huquq nomida Jongoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qilamiz. Shundaqla qat'iy tadbir qo'llanib, Jongo korxonalarining qonunli huquqiy va manfaatini qat'iy qo'g'daymiz deganlarni bildirgan. Xitoy Sharq Turkistonning oshliq va neft boyliqlarini bulashni davom qilmoqda. Xitoy xabar torining 9-oyning 28 kunidagi xabarda deyilishicha, Xitoy markaziy hukumati Sharq Turkistonning oshliq va neft sanoatini yo'tkashni tiziltish uchun 1 milliard 780 million yuan mablag' ajratgan. Xitoy davlat yemeklik va oshliq idorasi ham material zapis idorasi yaqinda atalmish Xinjiangning oshliq va material zapisining taraqqiyotiga yordam berish nomida markazdan jami 1 milliard 780 million yuan mablag' ajratilganligini e'lon qilgan. Yaqinda Xitoy oshliq va material zapis idorasi atalmish Xinjiangga yordam berish nomi bilan 19 kasbdosh o'lka va shahar atalmish Xinjiangga yordam berish uchun jami 4 milliard 550 million yuan mablag' solgan. Xitoy Sharq Turkistonning muhim rayonlarida 14 oshliq pishiqlab ishlash korxonasi qurgan bo'lib, atalmish Xinjiangning a'lo sifatli oshliq va neft sanoatini yetishtirib va kengaytirib, pishiqlab ishlash, to'shish va setish bir gavdalashtirilgan mukammal sanoat zanjiri qurib, sanoat turlarini eksport qilishni, texnik tuzashtirishni aminlashtirdi ekan. Sharq Turkistonning jug'lanma tok yetkazish miqdori 700 milliard kilovatt soat bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.